G'ilon oddiy qishloq emas ekan, bu yerda вообще ko'p narsalar bor ekan. Bu keng tog'lar orasidagi kichkina qishloqcha. Haqiqatda tog'larning o'rtasida yashashadi. Hozir men sizlarga bu haqidagi eng top faktlarni aytib beraman. Birinchi o'rinda hamma bu yerga tabiat uchun keladi, chunki bunaqasini boshqa joyda topmaysizlar. Biz ham aynan tabiat uchun kelib dacha olganmiz. Bu bizning dachamiz. G'ilonga kirganingizda haqiqiy qishloq atmosferasini his qilasizlar. Uylar esa odatda 2 qavat yoki undan baland. Nimaga unaqa desanglar, bularda juda ko'p tog'lardan muzlar oqib kelishini hisobiga sel bo'lar ekan va yog'ingarchilik ko'p ekan. Shuning uchun ularda uylar baland-baland qurilar ekan. Bu shu yerliklar qilgan suv tegirmoni. Mana bu joyda esa haqiqiy suv tegirmoni saqlanar ekan. Bularni ham g'ilonliklar qilishgan. Keyingi manzil hunarmand bobomizning ishxonalari. Bu yerda ular bir necha yillar davomida o'zlarining ishlarini yig'ishar ekan. Yaqinda muzey tashkil qilishar ekan. Mana bu joy esa ziyoratgoh, ya'ni tariqatimizdagi pirlardan bittasi mana shu joyga ko'milgan ekan. Ular esa bizga tarixlarini aytib berdilar. Hoziroq meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying, chunki keyingi qismda bundan ham zo'rlar haqida gapirib beraman.